Hamma narsani ayol kishini zimmasiga yuklab qo'yamizda, keyin nega bu bechara kasal? Nega buni bolasi o'lib qolyapti? Nega buni bolasi rivojlanmayapti? Nega bu erini ko'nglini topa olmayapti deb turib hamma masalani ayolning zimmasiga yuklaymiz. Va albatta ajrimlarda ham ayol kishi aybdor bo'ladi. Albatta ayol kishi aybdor bo'ladi, chunki u oilasini eplay olmagan bo'ladi, chunki u eri ko'nglini topa olmagan bo'ladi, qaynonani qosh qovog'iga qaragan bo'ladi va hokazo. Va mana shunday holatlarda biz umuman tayyorgarliksiz oila qurib tashlaymiz. Va ajrashib kelsa o'zi aybdor deymiz, lekin hech kim yigit tomonga o'tib, "Ey, menga qara, sen erkak kishi eding, shu birovni guldek bolasini olib kelding xonadoningga, nimaga himoya qilmading? Nimaga vaqtida gaplashmading? Nega moslashtirmading oilangga?" Chunki moslashish jarayonini o'zi har xil o'tadi. Kimdir bir kunda moslashadi, kimdir yillar davomida moslasha olmaydi. Oilamizni past balandi bilan tanishtirish bu erkakning vazifasi. Erkakning hech qanaqa mas'uliyati bo'lmasa, hamma mas'uliyatni uning uchun ona bajargan bo'lsa, hamma mas'uliyatni ona bajargan bo'lsa, ona qaror qabul qilsa,